Bugungi kunda kiber tahdidlar tobora murakkablashib, oddiy foydalanuvchilardan tortib tashkilotlargacha jiddiy xavf tug'dirmoqda. Ayniqsa Telegram internet havolalari va APK fayllari orqali tarqalayotgan zararli dasturlar qurilmalar xavfsizligiga katta tahdid solmoqda. Ayni shu maqsadda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan sun'iy intellekt asosida ishlovchi zamonaviy mobil ilova Ant Kiber Qalqon ishlab chiqildi. Mazkur ilova real vaqt rejimida mobil qurilmalarni monitoring qiladi, zararli APK fayllarni aniqlaydi, avtomatik tarzda qurilmadan o'chirib yuboradi, shubhali havolalarni tekshiradi hamda foydalanuvchini tezkor ogohlantiradi. Diqqat! Telegram chatida shubhali app ko'rindi. Faylni yuklab olmang. Mobil ilovaning asosiy afzalliklaridan biri Telegram orqali kelayotgan fayllarni avtomatik tahlil qilish imkoniyatidir. Tizim sun'iy intellekt yordamida ovozli yordamchi orqali xavfli harakatlar haqida ogohlantirib, virusli fayllarni o'chiradi va kiber tahdidga uchrayotgan fuqarolarga dastlabki tavsiyalarni bera oladi. Men AI yordamchisiman. Telefoningizni xavfli app viruslar, shubhali linklar va zararli fayllardan himoya qilishda yordam beraman. Savollaringiz bo'lsa, bemalol ayting. Zararli fayllarni karantinga oladi va foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qiladi. Diqqat! Xavfli fayl topildi va karantinga olindi. Ant Kiber Qalqon tarkibida AI assistent, real time monitoring, virus skaneri, Telegram himoyasi, karantin tizimi va xavfsizlik statistikasi kabi zamonaviy funksiyalar mavjud. Oddiy va qulay interfeys orqali foydalanuvchi qurilma holatini kuzatishi, tahdidlar haqida ma'lumot olishi va xavfsizlikni boshqarishi mumkin. Ilova Android platformasi uchun ishlab chiqilgan bo'lib, kiber xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Ant Kiber Qalqon bu nafaqat antivirus, balki foydalanuvchini raqamli tahdidlardan himoya qiluvchi ishonchli kiber qalqondir.